Bugun men pensiya oladigan har bir inson, pensiyaga yaqinlashib qolgan fuqarolar, nogironligi bo'lgan shaxslar, o'quvchisini yo'qotgan oilalar va pensioner ota-onasiga yordam berayotgan farzandlar uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Gap 1 iyulgacha pensionerlarga berilish kerak bo'lgan to'lovlar, qayta hisob-kitoblar, qo'shimcha summalar va yangi ro'yxatlar haqida ketadi. Bu ma'lumotni bilmaslik natijasida odam o'ziga tegishli pulni vaqtida olmay qolishi, hujjati kechikishi yoki noto'g'ri hisoblangan pensiya oylar davomida shu holatda qolib ketishi mumkin. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Kimlar bu ro'yxatga tushishi mumkin, kimlar xavotir olishi kerak, kimlar esa shunchaki tekshiruv qilib qo'ysa yetarli. Qaysi holatlarda qo'shimcha pul chiqadi, qaysi holatlarda esa odamlar menga ham berilar ekan deb noto'g'ri kutib qoladi. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng ko'p xato qilinadigan joylar aynan oxirgi amaliy qadamlar qismida bo'ladi. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men bunday muhim ijtimoiy to'lovlar, pensiya, nafaqa va huquqiy masalalarni sodda qilib tushuntirib boraman. Avval qanday edi? Ko'p pensionerlar pensiyasini har oy olardi, lekin uning qanday hisoblangani, qaysi davr ish staji sifatida kiritilgani, qaysi imtiyoz hisobga olingani yoki olinmagani haqida aniq ma'lumotga ega emas edi. Kimdir o'tib yil ishlagan bo'lsa ham, hujjatlar to'liq bo'lmagani uchun kamroq pensiya olayotgan bo'lishi mumkin. Kimdir Sovet davridagi ish daftarchasidagi yozuvlar noto'g'ri bo'lgani uchun bir necha yil staji hisobga kirmagan bo'lishi mumkin. Yana kimdir nogironlik guruhi o'zgargan, o'quvchisini yo'qotgan, yolg'iz yashaydigan keksalar ro'yxatiga kirgan, lekin bu ma'lumot tegishli idoralarga vaqtida yetib bormagani uchun qo'shimcha to'lovdan bexabar qolgan. Hozir esa asosiy o'zgarish shundaki, ko'p ma'lumotlar elektron bazalar orqali solishtirilmoqda. Pensiya jamg'armasi, mahalla tibbiy ijtimoiy ekspertiza, bandlik, soliq, bank va boshqa tizimlardagi ma'lumotlar bir-biri bilan bog'lanib boryapti. Bu yaxshi tomoni bilan shuni anglatadiki, ayrim pensionerlarga to'lovlar avtomatik aniqlanishi mumkin. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Agar ba'zida xato bo'lsa, sizning holatingiz noto'g'ri ko'rinadi. Masalan, siz aslida ishlamayapsiz, lekin ba'zida hali ham ish joyingiz yopilmagan ko'rinishi mumkin. Yoki sizning nogironlik muddati uzaytirilgan, lekin tizimga hali kiritilmagan bo'lishi mumkin. Yoki siz boshqa viloyatga ko'chib o'tgansiz, lekin pensiya ishingiz eski manzilda qolgan. Shuning uchun iyulgacha degan muddatga alohida e'tibor berish kerak. Bunday muddatlar odatda ro'yxatlarni aniqlashtirish, qayta hisoblash, qo'shimcha to'lovlarni tayinlash, qarzdorlik yoki o'tgan oylar uchun farqni chiqarish bilan bog'liq bo'ladi. Men bu yerda bitta narsani aniq aytaman. Har bir pensionerga bir xil summa beriladi deb o'ylash xato. Kimdadir 1000 so'm farq chiqishi mumkin. Kimdadir 300 ming, kimdadir bir necha oy uchun yig'ilib 1 million so'mdan oshishi mumkin. Kimdadir esa umuman qo'shimcha chiqmasligi mumkin. Hammasi fuqaroning pensiya turi, staji, daromad bazasi, imtiyoz toifasi, oilaviy holati va hujjatlariga bog'liq. Men tajribamdan kelib chiqib aytaman. Pensionerlar eng ko'p 3 ta narsani aralashtirib yuboradi. Birinchisi pensiyaning umumiy oshirilishi. Bu barcha tegishli pensionerlarga qonunda belgilangan tartibda qo'llanadigan indeksatsiya yoki miqdor o'zgarishi bo'lishi mumkin. Ikkinchisi alohida toifalarga beriladigan ustama yoki qo'shimcha to'lov. Bu faqat ma'lum guruhga kiradigan fuqarolarga tegishli bo'ladi. Uchinchisi avval noto'g'ri hisoblangan yoki kech tayinlangan pulning qaytarib berilishi. Bu esa har bir odamda alohida tekshiriladi. Masalan, birinchi holatni olaylik. Agar pensiya miqdorlari oshirsa, odatda pensioner alohida ariza yozmasa ham tizim orqali yangi miqdor qo'llanadi. Lekin bu yerda ham bank kartaga tushgan summa bilan hisob-kitob varaqasidagi summa mos keladimi? Ushlab qolishlar bormi? Kredit yoki alimi bo'yicha yechim bormi? Shuni tekshirish kerak. Chunki odam pensiyam oshdi, lekin nega pul kam tushdi deb hayron bo'ladi. Aslida esa uning plastik kartasidan kredit to'lovi ushlangan bo'lishi mumkin yoki ijro hujjati bo'yicha ma'lum qismi ushlab qolingan bo'lishi mumkin. Ikkinchi holatga misol. Yolg'iz yashovchi keksa pensioner. Aytaylik, 76 yoshli ona bir o'zi yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda yoki chet elda. Unga ijtimoiy yordam, parvarish, kommunal yordam yoki ma'lum toifadagi qo'shimcha ro'yxat bo'yicha e'tibor berilishi mumkin. Lekin mahalla ro'yxatida u farzandlari bor deb ko'rsatilgan bo'lsa,
ba'zi yordam turlari avtomatik chiqmasligi mumkin. Shunda men bir o'zim yashayman, lekin ro'yxatga kirmabman degan muammo paydo bo'ladi. Bunday vaziyatda mahallaga borib, yashash holati, oila tarkibi, daromad manbalari va parvarishga muhtojlik holatini aniqlashtirish kerak bo'ladi. Uchinchi holatga misol. Ish staji to'liq kiritilmagan pensioner. Deylik, ota 1990 yildan 2005 yilgacha bir korxonada ishlagan. Keyin korxona yopilgan. Pensiya tayinlanganda faqat 10 yil staj tasdiqlangan. Qolgan 5 yil bo'yicha arxiv ma'lumoti topilmagan. Keyinchalik arxivdan ma'lumot chiqdi yoki elektron bazaga kiritildi. Mana shunda pensiyani qayta hisoblash imkoniyati tug'ilishi mumkin. Agar qayta hisob natijasida oylik pensiya 170 ming so'mga ko'payishi kerakligi aniqlansa, bu farq qaysi kundan boshlab qo'llanishi masalasi alohida tartibda ko'riladi. Ba'zan ariza berilgan kundan, ba'zan huquq paydo bo'lgan kundan, ba'zan esa hujjat topshirilgan sanadan hisoblanadi. Shuning uchun hujjatni kechiktirmaslik juda muhim. Men birinchi navbatda ish staji ko'p bo'lgan, lekin pensiyasi juda past chiqayotgan fuqarolarga e'tibor berishni tavsiya qilaman. Agar siz 25-35 yil ishlagan bo'lsangiz, lekin pensiyangiz eng kam miqdorlarga juda yaqin bo'lsa, albatta hisob kitobingizni tekshirtiring. Bu har doim xato bor degani emas, balki sizning ish haqingiz past bo'lgan. Ayrim davrlar stajga kirmagan yoki qonundagi cheklovlar ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Lekin tekshirish shart. Chunki ko'p holatda bitta arxiv ma'lumoti butun pensiya miqdorini o'zgartirib yuboradi. Ikkinchi guruh. Nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Nogironlik guruhi, muddati, mehnatga layoqatlilik darajasi va tibbiy xulosa to'lov miqdoriga ta'sir qiladi. Agar guruh o'zgargan bo'lsa, masalan, 3-guruhdan 2-guruhga o'tilgan bo'lsa, to'lov qayta ko'rilishi kerak. Lekin ayrim fuqarolar tibbiy xulosa chiqqanini biladi. Ammo pensiya bo'limiga alohida murojaat qilmaydi. O'zi bazadan ko'radi deb kutadi. Ba'zi holatda ko'radi. Lekin men har doim shuni maslahat beraman. Pul masalasida faqat kutib o'tirmang. Yozma yoki elektron murojaat bilan tasdiqlatib qo'ying. 3-guruh boquvchisini yo'qotgan oilalar. Masalan, vafot etgan shaxsning farzandi o'qishda bo'lsa, yosh chegarasi, kunduzgi ta'lim shakli, o'qish joyidan ma'lumotnoma kabi hujjatlar ahamiyatga ega. Agar talaba bir kursdan boshqasiga o'tganda ma'lumotnoma yangilanmasa, to'lov to'xtashi yoki kechikishi mumkin. Keyin odam nega pul tushmadi deb boradi. Aslida oddiy hujjat yangilanmagan bo'ladi. 1 iyulgacha bo'lgan davrda aynan shunday ro'yxatlar ko'p aniqlashtiriladi. Ishlayotgan pensionerlar. Ba'zi to'lovlar ishlayotgan va ishlamayotgan pensionerlar uchun turlicha qo'llanishi mumkin. Bundan tashqari ish haqi, soliq bazasi va pensiya hisob-kitobi ayrim holatlarda qayta ko'rib chiqiladi. Agar siz pensiyada bo'lsangiz, lekin yana ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingiz, rasmiy ko'rsatganmi, mehnat shartnomasi to'g'ri yuritilganmi, soliq ijtimoiy to'lovlar bazada aks etganmi, shuni tekshiring. Chunki keyinchalik men ishlaganman, lekin stajim ko'rinmayapti degan muammo aynan shu yerdan chiqadi. Agar siz pensiyangizni muntazam olib turgan bo'lsangiz, oxirgi oyda summa qonuniy oshgan yoki o'zgargan bo'lsa, bank kartangizga pul vaqtida tushayotgan bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlaringiz, pasportingiz, manzilingiz, oilaviy holatingiz o'zgarmagan bo'lsa, vahimaga tushishga hojat yo'q. Lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Men har bir pensionerga yiliga kamida bir marta pensiya ishi bo'yicha ma'lumotni tekshirtirishni tavsiya qilaman. Bu xuddi shifokor ko'rgidek, og'rimasa ham oldindan tekshirgan yaxshi. Agar sizga kimdir telefon qilib, siz yangi ro'yxatga tushibsiz, pul chiqarib beraman, karta raqamingizni, SMS kodni ayting desa, darhol ehtiyot bo'ling. Hech bir rasmiy idora sizdan SMS kod so'ramaydi. Pensiya yoki ijtimoiy to'lov masalasida firibgarlar aynan keksalarni nishonga oladi. Ular 1 iyulgacha pul olasiz. Ro'yxatda ismingiz bor. Faqat tasdiqlash kerak deb ishonchga kiradi. Men qat'iy aytaman, karta paroli. SMS kod, bank ilovasining kirish ma'lumotlari hech kimga berilmaydi. Birinchi misol, 68 yoshli pensioner ayol 27 yil maktabda ishlagan. Pensiya tayinlanganda ayrim yillar bo'yicha ish haqi ma'lumotlari to'liq olinmagan. U har oy 20 million 2 ming so'm atrofida pensiya olib kelgan. Keyin arxidan 1935-2000 yillar bo'yicha ish haqi ma'lumotlari topilgan. Qayta hisob-kitob qilinganda uning pensiyasi shartli misol sifatida 20 million 400 ming so'mga chiqishi mumkin.
Farq 100 ming so'm. Agar bu farq bir necha oy uchun hisoblab berilsa, ayol birdaniga 500 ming yoki 700 ming so'm atrofida qo'shimcha olishi mumkin. Bu aniq hamma uchun shunday bo'ladi degani emas, lekin mexanizm shunday ishlaydi. Hujjat kuchli bo'lsa, hisob-kitob o'zgaradi. Ikkinchi misol. 72 yoshli ota pensiya oladi, lekin yaqinda nogironlik guruhi belgilangan. U men baribir pensionerman, nogironlik menga ta'sir qilmaydi deb o'ylaydi. Aslida ayrim to'lovlar, imtiyozlar, dori-darmon, reabilitatsiya vositalari, kommunal yoki ijtimoiy xizmatlar bo'yicha qo'shimcha imkoniyatlar paydo bo'lishi mumkin. Agar u hujjatlarni tegishli joyga topshirmasa, bu imkoniyatlar qog'ozda qolib ketadi. Demak, nogironlik hujjati chiqqan kuni masala tugamaydi. Undan keyin pensiya va ijtimoiy himoya tomoni ham tekshiriladi. Uchinchi misol, bo'g'uvchisini yo'qotgan oila, ona 2 farzandi bilan qolgan. Katta farzand kollej yoki universitetda kunduzgi o'qishda. To'lov davom etishi uchun o'qish haqidagi ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Farzand yozda hujjatini yangilamasa, tizimda o'qishi tasdiqlanmagan deb ko'rinishi mumkin. Natijada to'lov vaqtincha to'xtaydi. Keyin ma'lumotnoma olib borilgach, qayta tiklanadi, lekin vaqt, asab va pul kechikishi yuz beradi. Shuning uchun iyulgacha ta'lim hujjatlari, oila tarkibi va bank rekvizitlarini tekshirib qo'yish foydali. 4-misol. Pensioner bank kartasini almashtirgan. Eski karta muddati tugagan, yangi karta olgan, lekin pensiya tushadigan hisob raqami yangilanmagan. Odam pul bermay qo'yishdi deb o'ylaydi. Aslida to'lov qaytgan yoki ushlanib qolgan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda bankdan hisob raqamini aniqlab, pensiya to'lovini amalga oshiruvchi tashkilotga yoki tegishli bo'limga ma'lumot berish kerak. Eng muhim nozik jihat shuki, ro'yxat degan so'z har doim ham avtomatik pul degani emas. Ro'yxatga kiritish ba'zan tekshiruv bosqichi bo'ladi. Ya'ni sizning ismingiz bazada bor, lekin hujjat yetishmasa to'lov chiqmaydi. Ba'zan esa aksincha. Odam ro'yxatda yo'q, lekin ariza va hujjatlar bilan murojaat qilsa, haqi borligi aniqlanadi. Shu sababli qo'shnim oldi, men ham olishim kerak degan yondashuv to'g'ri emas. Har bir ish alohida ko'riladi. Yana bir nozik masala. Yashash manzili. Ko'plab pensionerlar farzandinikida yashaydi, lekin ro'yxatda boshqa joyda turadi. Mahalla esa odamni topolmaydi yoki noto'g'ri oila tarkibi bilan baholaydi. Agar siz ijtimoiy yordam, parvarish, yolg'iz keksalar ro'yxati yoki hududiy dastur bo'yicha to'lov kutayotgan bo'lsangiz, real yashash joyingiz va ro'yxatdagi manzilingiz masalasi juda muhim. Manzil chalkashligi pulning kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. Keyingi masala hujjatlardagi ism familiya farqi. Masalan, ish daftarchasida Abdullayeva, pasport Abdullayeva, nikohdan oldingi familiyada boshqa yozuv, arxiv ma'lumotida yana boshqa yozuv bo'lishi mumkin. Bitta harf farqi ham arxiv stajini tasdiqlashda muammo qiladi. Bunday holatda FDY ma'lumotlari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat yoki sud orqali tasdiqlash kerak bo'lishi mumkin. Yana bir muhim jihat. O'tgan davr uchun pul har doim ham odam kutgan miqdorda berilmaydi. Fuqaro men 3 yil kam olibman, endi 3 yilning hammasini qaytarishsin deb o'ylaydi. Lekin qonunda qayta hisoblashning boshlanish sanasi, arza sanasi, hujjat taqdim etilgan kun, huquq paydo bo'lgan vaqt kabi mezonlar bor. Shuning uchun sizga beriladigan summa aniq hisob-kitob asosida chiqadi. Men maslahat beraman, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Iloji bo'lsa yozma tushuntirish yoki hisob-kitobni so'rang. Birinchi qadam, oxirgi 3-6 oyda olgan pensiya summangizni yozib chiqing. Har oy qancha tushgan, qaysi sanada tushgan, kamayish yoki oshish bo'lganmi? Shuni aniqlang. Agar bank kartangiz bo'lsa, bank ilovasidan ko'chirma oling yoki bankka borib chiqarib oling. Naqd olsangiz to'lov qaydlarini solishtiring. Ikkinchi qadam, pensiya turi va asosini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Chunki har birining qoidasi boshqa. Men pensionerman deyish yetarli emas. Aynan qaysi turdagi to'lov ekanini bilish kerak. 3-qadam. Hujjat papkangizni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, ish daftarchasi, arxiv ma'lumotlari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, o'qish joyidan ma'lumotnoma, bank rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjatni bitta papkaga solib qo'ying, asl nusxa va nusxalarni ajrating. 4-qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali yoki
tegishli davlat xizmatlari markazi orqali murojaat qiling. Murojaatda aniq yozing. Mening pensiya ishim bo'yicha qayta hisob kitobni tekshirib berishingizni 1 iyulgacha shakllantirilayotgan ro'yxatlarda menga tegishli to'lov yoki farq mavjud emasligini aniqlab berishingizni so'rayman. Agar sizda konkret sabab bo'lsa, masalan, 1998-2002 yillar stajim hisobga olinmagan bo'lishi mumkin yoki nogironlik guruhim o'zgargan deb alohida ko'rsating. 5-qadam. Murojaatni ro'yxatdan o'tkazilgan raqam bilan oling. Og'zaki gaplashib qaytib ketmang. Sizga hammasi joyida deyishsa ham, murojaat raqami yoki qabul qilinganligi haqida tasdiq bo'lsin. Chunki keyin muddat buzilsa yoki javob kelmasa, aynan shu raqam orqali nazorat qilasiz. 6-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki rasmiy murojaat tizimlari orqali qayta murojaat qiling. Lekin shikoyatda hissiyot emas, fakt bo'lsin. Menga pul bermayapti emas. Falon sanada murojaat qildim. Falon davr stajim bo'yicha hujjat taqdim etdim. Qayta hisoblashni so'rayman deb yozing. Fakt bilan yozilgan ariza tezroq va aniqroq ko'riladi. 7-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech kimga SMS kod bermang. Kartangizni rasmga olib yubormang. Pul chiqarib beraman degan vositachilarga ishonmang. Rasmiy to'lov rasmiy tartibda beriladi. Agar kimdir pul evaziga ro'yxatga kiritishni va'da qilsa, bu juda xavfli belgi. Demak, 1 iyulgacha pensionerlar bo'yicha ro'yxatlar, qayta hisob kitoblar, hujjatlarni aniqlashtirish va ayrim qo'shimcha to'lovlar masalasi juda jiddiy. Lekin har bir pensionerga bir xil summa tushadi deb o'ylamaslik kerak. Kimga qancha berilishi uning hujjati, pensiya turi, staji, imtiyozi, oilaviy holati va bazadagi ma'lumotlariga bog'liq. Eng to'g'ri yo'l pensiyangizni tekshiring, hujjatlarni tayyorlang, rasmiy murojaat qiling va javobni yozma shaklida oling. Men sizga mutaxassis sifatida shuni maslahat beraman. Bugun kechiktirmang. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering, bank ko'chirmasini ko'ring, hujjatlarni tartiblang, kerak bo'lsa mahalla yoki pensiya bo'limiga birga boring. Ba'zan keksalar uyat qiladi. Tushunmaydi yoki mayli shunisi ham bo'ladi deb yuraveradi. Lekin ularga tegishli pul va imtiyoz o'z vaqtida berilishi kerak. Sizningcha pensionerlar uchun bunday to'lovlar va ro'yxatlar haqida ma'lumot yetarlimi? Izohlarda yozib qoldiring. Sizning pensiyangizda o'zgarish bo'ldimi? Qo'shimcha pul tushdimi yoki hali ham kutyapsizmi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner ota-onasi, qo'shnisi yoki qarindoshi bor insonlarga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot kimningdir o'ziga tegishli pulini vaqtida olishiga sabab bo'lishi mumkin.